Başladı. Qilyaptimi? Sovuqmi xona? Yo'q, hamma oshish kerak. Tushuncha Ha, temperaturasi hali issiq bo'lishi kerak. gradus bir xil turishi kerak. Ha, yaxshi. Alloh barakasini bersin. Unlar olib kelib beryaptimi? Men yangi un olib kelibsan-da? Uni olib keldim. Ha, o'zing olib keldingmi? Arzonroq joydan oldingmi? O'sha o'qtimdan oldim-da. Ha, ko'rsatgan joyidan olgan bo'lsang yaxshi. Ko'zi olib keladigan joyi bor edi, qattandir. Arzonroq joydan o'qtimdan olaman deyotgandi. Bugun kechroq qolsa? Bugunmi? Ha. Bo'lyaptimi savdo? Ha, bo'lyapti. Sekin-sekin o'rgatsang. Darrov o'rganish qiyin-da. Non qolmadi kechayamiz. Qolmadimi? Ozginadan qo'shib borgin. Hali sovuqlarda uyga olib kirardik, mana issiqqina. Ham yoqda molxonalarimiz bor edi hali. Sovuqda nima qilmasin deb pechkani yoniga olib kirardik. Ilgari anaqa pechka yoqilardi ko'mir bilan. O'shanda issiqqina pechkani oldida olib kirilardi. Sovuq qotmasin deb. Yo'qmi? Birdaniga katta ko'tarish qiyin-da, qiynalib qoladi odam. Ozginadan qo'shsang qiynalmaysan, o'zing ham nima qilmaysan. Qolmagani yaxshi-da, savdo bo'lib. Ozginadan qo'shib borsang bilinmaydi. Birdan ko'paytirib olsang bo'lmaydi. O'rgansang, xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Kechqurun ham sotib o'tuvding shekilli, yarim kecha. Ha, kechqurun yaxshi bo'ldi. Kechqurun hamma sotib bo'ladi-da. Inakin kelishadi bitga. Shunaqa bo'ldi, 4 kishi. Ertalab ham kelishadi, non tayyormi deb, mana shunaqa payt. Ertalab ham ko'pchilik tayyor qilmaydi-da. Hammasi sotib bo'ladi. Vaqtni tayyorlab qo'ysang, shu paytda sotiladi. Ayni barakasini bersin. Istading ko'p joy. Ancha yildan beri reklamalarni hali ochmabsan, reklamalar turibdi. Non tayyor bo'lgandan keyin qo'yasan-da reklamalar. Non tandirga yoqishtirib qo'ysang, qo'yib qo'yaman-da. Tandirni qizitmaysanmi? Hali qizityapsan. Bu obi-tobilarni o'zing bilsang kerak, birovlar. Obi-tobi qanaqa bo'lishini bilib olsang tursan-da. Obi-tobi qandoq nimaligini o'zi biladi odam, ishga o'rgangan keyin. Issiqxona kerak ekanda kichkinaroq. Bu nimani isitishga bu kattalik qilyapti mani. Isitadi ham pechka bo'ladi-yu, shunaqadan bo'lsa. Tandirda issiq o'zi yetkazib yuboradi. Ha. Uning uchun vaqtliroq qolish kerak. Vaqtliroq nima qilish kerak ekanda, qolish kerak ekan. Savdo yaxshi bo'lsa. Stajing ham ko'pdir, necha yil ishlaysiz? 8 yil, 9 yil. 8-9 yildan beri. Maktab bitirgandan beri ishlayapsiz. Maktab yoshida ham qarashga. Maktab yosh Yaxshi-da. Yoshlikdan nima qilsa ancha chiniqadi. Javlar. Ta'mirlarni yaxshilab, mushlab yetishdi. Odamlar. Mana yog'liroq bo'lyaptimi noni? Yaxshimi? Arzondir. 3 mingdan sotyapsanmi? Nima deysiz? 3 mingdan ketyaptimi? Nonmi? Ha? 3,5. 3,5. Yaxshi. Ozgina yog' qo'shganingga 3,5. O'zi bu yoq ko'tarishiga qarab mo'ljal deysan-da rasxotini. 3,5 ko'taryapti.
ko'taryaptimi? Ha bu 3 mingdan sotsa, bir xil joyda 3 mingdan sotadi. O'zi rasxotini mo'ljallab, nimasini to'g'rilab chiqarasanda. Charchamagin, Xudo quvvat bersin. Ishlaringga rivoj. Yaxshi o'rgatib tursang, odamlar yaxshi ancha o'rganadi. Alloh barakasini bersin ishlaring. Mayli. Yaxshi ishlagin bolamga.